Guardiolaning gapi bor ekanda, seni hayotingda eng katta o'zgarishga kim sabab bo'lgan? Iniestadir. Nega desa, boshda ikkita tur 1 ochko olganda, yutqiziq Mallorkami kimdir, Numansiyami degan jamoaga yutqizgan. Keyingi turda 1-1 bo'lgan. Tabdala ikkita turda Barsaga yetadi. Bo'lib ham Mourinho varianti turuvdi. Mourinhoni bilishadi murabbiy sifatida. Undan oldin Rijkaard yaxshimi yomonmi Chempionlar Ligasi. Bu narsalar bo'lib turibdi. Ronaldinho. Keyin Iniesta o'z ichida eng kam gapiradigan, deyarli eng odobli yigit u. Buni o'zi ham biladi. Shundan kirib keldi, bosdi. Sen to'g'ri yo'ldasan. Sen bilan juda ko'p narsa qilamiz dedi. Shuki shunaqa ishonayotgan bo'lsa va Messini ihotalagan hamda, Ronaldinho'lardan boshqalardan ko'rib turibdi, vaziyat boshqa tomonga ketadi. Ya'ni Mourinhoni kelib prezentatsiya qilib ketgani ham Guardiolaga yaxshi tomondan ta'sir qilganki, qattiq qo'l ham bo'lgan. Ya'ni birinchi